Yuring, oldi ochildi. Grupani chaqiring. Butganingga ham javob berasan buni urib. Butganingizga ham javob berasiz. Nimaga urdingiz aka? Nimaga urdingiz? Men guvohman. Nimaga uryapsiz mashinani? Nimaga uryapsiz mashinani bukib? Nimaga uryapsiz meni yo'lda to'sib? Nimaga urdingiz aka? Nimaga uryapsiz mashinani? Nimaga bukyapsiz mashinani urib? Nima haqqingiz bu? Urdi-yu, javob beradi. Urganingizga javob berasiz. Qoch! Mana so'giz o'ri. Bo'latdi mashina. Urgani javob beradi deb qo'ying. Qaysi kodeksda ko'rsatilgan sizni mashinani urishingiz haqida? Mashinani urish qaysi kodeksda ko'rsatilgan? Mashinani urib, uni bo'shdingsa hozir. Gaplashamiz hozir, gaplashamiz. Ana turibdi, ona turibdi. Ona turibdi bukilgan. Bukilgan, siz bo'shdingizda. Siz urdingiz mashinani, o'yinlarni urib bo'shdingiz. Unga javob berasiz. Zo'ravonlik qilganingiz. Zo'ravonlik qilganingizga javob berasiz. Siz bo'ysunganingiz yo'q meni, men to'sganingiz yo'q. Qani kamerangiz? Kamerangiz qani to'sgan? Qani dokazat qani to'sgan? Siz hozir kelib men mashinamni urib turib, meni to'sib turib qilyapsiz. Bo'ldi. Oling mashinani oling, men chiqib ketaman. Ketaverasiz. Mana yo'l, ochib bersin yo'lni, ketavering. WhatsAppga telefon qiling. Urdi-yu mashinani javob beradi. Mashinani urib bukkaningizga ham ochmayman. Mashinani urib bukkaningizga ochmayman. Mashinani urib Maya kapot. Ha, bo'ldi. Siz men guvohman xolis. Mana guvohim. Men xolis guvohman men. Men xolis guvohman. Otur dergan boshqa otur. Optir ya cheki optir. Ey bola, cheki optir orqada mashina kasali bor ekan. Mana yurgizing mana. Yonboshga optir. Mana yurgizing. Mana yurgizing. Bo'ysunmaysizmi? Nimaga bo'ysunman? Men hammaga bo'ysunaman. Hammaga bo'ysunaman. Nimaga to'xtamay yuribsiz? Mashinani urganingizdan keyin to'xtatib ochmayapman shuning uchun. Ha, bo'ldi. Nimaga urdingiz? Qani? Mashinani nimaga urdingiz? Qaysi kodeksda ko'rsatilgan? Qaysi kodeksda ko'rsatilgan mashinani urib bukish? Tushmaymanmi? Tushmay, sizlar bilan o prokuraturada gaplashamiz. Men prokuraturaga olib kelaman, ana shunda gaplashamiz. Men prokuraturada gaplashamiz. Oching deng. Ketdik prokuraturaga haydasiz. Prokuraturaga haydang, prokuraturaga, o'sha kiraylik prokuraturaga. Prokuraturaga haydang. Haydang prokuraturaga. Prokuraturaga haydang, men prokuraturaga kiraman men hozir. Bukkaningga javob berasiz. Kim bugyapti mashinani? Ana ular aka, men kameraga olib qo'ydimanmi? So'kinganiga javob beradi. So'kinganiga javob beradi. Qonuniy talabimizga bo'ysunib chiqamiz. Siz o'zingiz bir kunda 100 marta qonunni buzasiz. Biz bir marta buzsa nima mazgin itaryapsiz? Biz buzamiz. O'ylang, prokuraturaga olib kiraman men, yuring. Tushmayman, men prokuraturaga kiraman men hozir. Prokuraturaga kirib javob beraman shu yerda. Prokuratura ketdi, yuring. Yuring haydang shu yerda. Yuring shu yerda. Men prokuraturaga kiraman men hozir. Bu yer bukkaniga javob beradi.
Quvayapti, quvib, to'sib, bukyapti, javob beradi. Nima qochyapsiz? Men qochganim yo'qmi? Men qochganim yo'q hech kimni. Men hech kimga qochganim yo'q. Men hech kimga to'sib turib, qisib turib, to'sib, och mashinani deb bukib qo'yapti. Yo'q, oldin kelib ochib ko'rsin. O'zingizni shaxsingizni tanishtiring birinchi. Shaxsingizni tanishtiring. Siz men prokuraturaga kiramanmi? Prokuraturaga kira olasiz. Kiraman hozir. Hozir kiramanmi? Siz javob berasiz. Siz javob bermaysizmi? Men javob beraman. Meniki yengilroq. Meniki Siz yengilroq. javob berasiz. Esingizdan chiqarmang. Yo'q, u qaysi kodeksda Siz javob ko'rsatilgan? berasiz. O'zbekistonning qaysi kodeksda ko'rsatilgan? Javob berasizmi? Mashinani urib bukish, zo'ravonchilik qilishni gaplashamiz. Odamni ustiga solarsiz bo'laveradi. Men odamning ustiga ham solganim yo'q. Odamni ustiga solarsiz. Hech kimni ustiga solmayman men. Biz to'xtab turibmiz, siz urib bukyapsiz. Nima uchun bukyapsiz? Nima uchun bukyapsiz? Oching, prokuraturaga kiraman men. Oching, prямо prokuraturaga kiraman. Oching. Prямо prokuraturaga kiraman men. Oching, yo'lda oching. Sindirib olsangiz bo'ladimi hozir? Sindiring, sindiring. Sindiring davay, sindirib oling. Sindiring, maydalab tashing. Sindiring. Sindiring. Ko'ryapsiz mana Sindiring. davlat xodimlari xalqning ustidan zo'ravonlik qilib, mana bu yerda aynayni sindirib, ochmoqchi bo'lyapti. Mana mashinani uryapti mana. Mana. Zo'ravonlik qilyapti. Bu kim bu bola? Bizga gay emas, yoki hech narsa emas, o'z-o'zi kelib ana qilishyapti bular. Yo'q, men prokuraturaga kiraman hozir. Prokuraturaga kiraman men. Butganingizga javob berasiz mashinani tomini. Oching, men kiraman hozir prokuraturaga. Prokuraturaga kiraman men prямо. Mana bu gay xodimimiz, mana ziyozlichka nomeri, значок nomeri, mashinani urib bukib, mana yerda hammani to'plab olib, zo'ravonchilik qilyapti mana. Zo'ravonchilik qilyapti mana. Zo'ravonchilik qilib, siz javob berasiz bunga. Yuzini olishga ham prямо internetda chiqib, siz javob berasiz. Yuzini olishga qarshilik qilyapti, yuzini olish. Mashinalar bukib tashadi urib mana shu gay xodim. Mana shu gay xodim bukib tashadi mashinalarni urib. Ber. Mana shu gay xodimi zo'ravonlik qilib mashinalar bukib tashadi hammasi. Mana yerda militsiyalar chaqirib urib sindiraman aynalaring deyapti. Mana hammani to'plab zabastovka qilaman deyapti bular. Xalq ko'rib olinglar, xalq. Guvohlar ko'rib olinglar. Mashinani urib bukyapti gay xodimi. O'zini hatto tanishtirgan ham yo'q. Video syomkasisiz to'xtatib turib mashinani urib bukib tashayapti. Ko'rib olinglar, xalq. Hali guvohlik berayotganda sizlarni ham olib boraman men. Mana aka kelib mashinani sindiraman deb qo'lini tiqib qilyapti. Mana shu bola, mana shu. O'zi bu umuman daxli yo'q bu gaylarga bu bolani. Mana shu gay xodimi zo'ravonchilik qilyapti, mana shu gay xodim. Urib, aynalarni urib tortyapti. Ha, bo'l, gaplashamiz siz bilan. Qani aka, siz значок nomeringiz? Tepes, yordam beradigan holat yo'q bu. Birga keldingizmi? Yordam so'rayapti. Mana shu zo'ravonchilik qilib, hozir kelib, men to'xtashimga o'zini tanishtirmasdan mashinalar bukib tashladi. Qo'rqqanimda mashinadan tushmay o'tiribman. Bukkani to'lab qo'ying. Bukkan to'lab qo'ysin. O, bu yerda turibdi. Sensiramay gapiring. Senlamay gapiring, maylimi? Yangi plyus ko'pmi shunaqa ham? Pullar ko'payganda urib xalqning mashinasini pachaqlab olib. Mana guvohlar, mana ayinchi odam guvoh qilyapti mana. Mana molalar ham guvoh qilyapti mana. Qalay, Surat aka, tuzaymisiz? Mana shu zo'ravonlik qilyapti mana shu. Pepes. Mashinani aynagini sindirib yangi olib beraman deyapti. Ma'lumot olib beraman kerak bo'lsa deyapti. Ha. Rapis qilyapti? Ha, rapis ketyapti. Aka, biz ko'rganimiz yo'q to'xtatganini. Biz shunday to'xtadik, qarasam yerda patrolning mashinasi turgan ekan. Kelib turib, shunday urib tashayapti mashinani. To'xta, sen to'xtamayapsanmi? To'xta, men seni quvib keldim, tomlarni bukib tashadi, tomni qarang. Maylarni bukib yuboribdi, men javob beradi hali bu. Sen javob beradi bu. Shaxsini tasdiqlash Bukib tashadi hamma yo'qmayapti. Ochingda-chi. Yo'q, aybim yo'q, hech narsam yo'q.
Shu mashinalar bukib to'g'rilaydi men uni. Men prokurorga kiraman, men prokurorga kiraman men. Vo, bukib tashlaganini ko'rib qo'ying Furqat aka, kel, o'tir. Mashinani urib bukib o'rganlarni ko'rib qo'ying. Syomkasi bo'ldi shu gaydi. Javob beradi. Men prokuraturaga kiraman, to'g'ri. Aka, qonuniy harakat qiling. Yo, men prokurorga kiraman, hozir. Aka, birga kiramiz. Yo, ochinglar yo'lda, men kiraman hozir. Aka, men kiraman hozir. Sizlarcha o'ynomingizni ko'rib olsam ma'lum. Bo'ysindim. Bukib o'rganing uchun qochyapman men. Bukib o'rganing uchun qochyapman. Bukib o'rganing uchun qochyapman men. Bukib o'rganing uchun. Bukib o'rdi. Bukib o'rdi urib. Bukib tashladi mashinani urib. Yana qilmang. Prokurorga kiramanmi? Men prokurorga kiraman hozir. Shuncha fuqaroni sizlar qilyapsizlar. Sizlar mashinani urib bukib. Javob berasizlar hali. Siz qochoringda zo'r bo'ladi. Mashinani urib bukib yubordingiz, mashinani urib. Men prokurorga kiraman hozir. Prokurorga kiramanmi? Prokurorga kiramanmi? Prokurorga kiramanmi? Men siz bilan boshqacha gaplashaman. Bukkanlaring to'g'rilaysan hali zo'ravonlik qilib. Tushmaymanmi? Tushmayman. Qo'rqib tushmayapman sendan. Sendan qo'rqib tushmayapman urganing uchun, uradi deb. Uradi deb yana tushmayapman. Uradi deb tushmayapman men, uradi deb. Prokurorga boraman! Prokurorga boraman, prokurorga! Prokurorga boraman, prokurorga! Prokurorga boraman, qochinglar! Yashamaysan bitta narsaga. Nima yashamaymiz yettan aka? Nima yashamaymiz? Urib bukvordi hamma to'xtab turib. Sizlarga ruxsat berganmi mashinani? Yo'q, mashinani urib bukvorishga ruxsat berganmi? Ha? Ha? O'zbekistonda yashayapti, chet elda emas. Uni oching. Mashinani urib bukvordi. Urmang, javob ber, men adol uryapti. Uring. Uring, sindiring, zo'ravonlik qilinglar. Men prokuraturaga kiraman hozir, priyamo. Chaqiring anaqalar. Uring, sindiring. Sindiring, davam. Siz ham javob berasiz, prokuror odammi? Javob berasiz. Uring. Javob berasiz. Buningga holat emas. Javob berasiz. Telefon qiling anaqaga, Abdug'offorga. Uring aka, uring. Aynakka uring. Uring. Javob berasiz. Abdug'offor telefon qiling. Nimaga uryapsiz? Jiyanim bosib ketyapman bular. Qaysi jiyaningiz bosib ketyapti? Qaysi jiyaningiz bosib ketyapti? O'lyapti mashina. Urma mashina. Tepma! Qonunga bo'ysuning aka, qonunga. Prokurorga kiramanmi hozir? Kiraman hozir, ketdi yuringlar. Ketdi prokurorga kiraman. Nimaga uradi? Nima sabab? Men odamlar urgayam, mana bola uryapti. Odamlar uryapti, ko'rmayapsan. Nima bo'lyapti sizga? Mashina pachalavordi urib. Men yo'lda, familiyamni yo'lda. Javob Mashina berasiz. pachalavordi urib. Men to'layman zarar borasan. Shuni men to'layman. Ben chaqir endi. Nima bo'lgan? Men to'layman. Yo'q. Nima bu? Olyapsan? Ha. Nima? Nega yuraveradi? Olyapsan? Bu. O tepalab ketyapti. Ol hammasi. Men hech kimdan ayağını tepalaganim yo'q. Hech kimdan ayağını tepalab kameraga olib turibman nima qilayotgan. Tepalayapsan. Kim? Men qilaman. Kimi? Oyog'im tepalab o'tib ketyapti. Men siz hech qanaqa tepalaganim yo'q. Kishiga otdi mana ko'ring. Ushamang. Qo'pollik qilmang, sekin tushing. Qo'pollik qilmang, men o'zim tushaman. Ushamang, Men o'zim tushaman deyapman. Yo'q. Men o'zim tushaman. Navratiga uchramasan. Yo'q, xalqmi? Ko'p. Yo'q, puli ko'p. Tushmaydi. Qo'ysan sen. Meni pulim ko'pmi? Qonunga. Akam qo'lini qayrimanglar unaqa qilib. Sen noto'g'ri qilyapsizlar hozir. Hammalar ishdan ketasizlar. Tartibga havola etaylikda. Meni pulim ko'pmi? Men yo'qolmanmi? Nima deysan?